burnisida bir sirliq afsun bo'lib, uni faqat o'nlik o'qisanizda bu sirliq hayotlik koridori ichiladi ekan. Buning bilan hikoyadagi kishilar bolalar cho'chak dunyosiga kiradi ekan. U yerda biz cho'chakdagi barliq kishilarni uchirta olaylik. U bo'lsa-mu yangi girim bolalar cho'chigi mami. Ben şu. Hayırlığınla bitti mi? Biz çöçek alimiga barimiz. Yolga çıkaydık. Anda qanaqa qilamiz? Amal o'ylayapman, ama. Kim o vaqirashqan bu degan mening tavalligim. Vaqirgan o'zim qapoq baş. Seni qusqun ko'kravatidi-ku. Ajoyib mezik biroq kelyapti-ku. Bek burab ketdi. Hey Pet, bugun ta'lim o'ngdin kelganda qiladi. Odam go'shti yemagili xeli uzun bo'pti-da. Yana daqiq yuyinib pokiz bo'lib turibdi. Cho'chqadak semizkan, uni biz kaynidan tutaylik, ha? Doktor bu böğrümü neyme? Şundak. O bir böğürken. Biz kaçaylı. Kaçaylı. Ölgür ablaklar. Biz kaçaylı. Biz kaçaylı. Koğlap yetişemedim. See the birds, the flowers, and the bees. Nature's wondrous beauty, and it makes me feel so happy. It makes me feel so free. And the flowers seem to talk to me when I touch them gracefully. And the air is filled with a song so sweet. It makes me feel so free. Let me go and let me sing. Winter's gone and autumn's here. Kızıqlar, yorug' to'sib qoldi-ku. Meni yaratdimi nima? Yo'q, qarasan. Meni yaratmagan-da. Böğrü qani, böğrü. Neredeki böğürken o? Bu etrafta nereden böğrü bulsun? Sizler kim bulursalar? Özümle tanıştırışıma icazet bergeysiz. Mening ismim Yav. Dünya bo'yicha eng ulug' tavakkülchi va ekspeditsiyachi. Men bo'lsam, Ko'l, doktor Ko'l bo'laman. Men bir olim, falsafashunos ham san'at qadrligichi. Yana Bo'ldi qilinglar. Azaldan sizlardek bunday kichik xarit hayvonlarni ko'rib baxmat ekanman. Yeringiz bek cho'kkan. Qarang, sizni bu o'rmonlikda yolg'iz yurganingizni. Men cho'ng onamni ko'ygilmagandim. Bu o'rmonlikda yolg'iz menish bek xatarlik bo'lib, mo'sizdek bir kichik qizchaq. Kichik qizchaq?
sizlarga deb qo'yay. Mening ismim Kichik Qizilbek. Men ismimdan qo'rqmayman. Bo'ldi. Sizlar bilan tanishganimdan intayin xushalman. Ammasi men ketdim. Xo'sh. Mayli. Pek yaxshi bo'ldi. Bu kichik qizchaq bizning taniqimizda buraydigan nashtiligimiz bo'lsin. Aytganing to'g'ri. Biroq masala shu ediki, uni qandoq tutishda. Yaxshi bo'ldi. Birinchi qadam o'ngishli bo'ldi. Bir necha ish bo'lay desam. Savarchan bo'l. O qachiversin. Biz uning kiyimini kiyib, keyingi qadamni boshlaylik. Kichik Qizilbek, bizning sizni qo'rqitganimiz yo'q. Bu yerda Rasululloh bir bo'ri bor ekan, to'g'rimi yo'q? Albatta shundoq. Agar sen ehtiyot qilmaydigan bo'lsak, hammamiz saqlamasligimiz mumkin. Chunki boya o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Endi mening gapimni o'qdan anglanglar. Bu yo'lni men as deganda 100 qatim borgan, biroq azaldan bo'riga yo'liqib boqmadim. Rostayman bo'lganda. O Rasululloh bo'rining bir vaqtlik tushtamoq bo'lgan bo'ldi. Biroq uning bilan birga bo'lishimiz kerak. Keyinchi yo'q. Bo'rining tomoqidan keyin yeydigan salat bo'lib beramdiq. Biroq u qizmanib tursa, u o'zini qo'g'diyolmaydi. Shunga uni qo'g'dishimiz kerak. Hey, Qizilbek, men do'stim bilan maslahatlashdim. Agar qo'shilsangiz, siz bilan birga boraylik. To'g'rimi, doktor, ha? Shunday emasmi? Gap qil, ha? Gap qil deyapman. To'g'ri. Biz siz bilan birga maqsad ham yaxshi bo'lardi deyman. Tushundim. Sizlar bo'ridan qo'rqib men bilan maqmoqchi shundaqmi? Bo'pti. Qo'rqqan bo'lsanglar men bilan birga meninglar. Yuringlar. Azroq surtay. Nima degan qablashgan ishigi? Ey sultan. Ey sultan keldi. Yaqin kelsin. Bakrak yaqinlashsa, andin tutalaymiz. Bilaman. Nima qilishni o'zim bilaman. Kechiring. Men diqqat qilmabdiman. Yo'q. Kechirim so'rashga tegishli men. Nima deganmizdik? Yo'q, demakchi bo'g'inim, bu bak obdan uchirish bo'ldi. Mening o'zimni tanishtirishimga ruxsat qilg'aysiz. Men bo'lsam, Markiz Lois bo'laman. Aslida Markiz oliylar ekanda, cho'ng bo'lib mushuncha bo'g'icha oliylarni ko'rib boqmabdi ekan. Men bir odatli odam. Boshqalardan hargiz qilishmayman. Qizchaq ismingiz nima ekan? Mening ismim Kichik Qizilbek. Kichik Qizilbek. Yaxshimisiz? Kichik Qizilbek qizchaq. Siz bilan tanishganimga intayin xursandman. Bu ishkilar mening do'stlarim, yana qo'g'dog'ichilarim bo'ladi. Yo bilan doktor, ular bu o'rmonda bo'ri bor ekan deydi. Ular haqiqatan qiziqarli ekan. Kichik Qizilbek. Bir qizchaq o'rmonliq yursa, Rasululloh xatarlik bo'ladi. Meningcha, agar bir ish bo'lib qolsa, o ishkisi sizni faqatla qo'g'diyolmaydi. Shunga mening qo'g'dishimga ruxsat qilsangiz, men degan margan, ham yenimda qilichim bor. Qarang, Pek yaxshi bo'ldi. Bo'ldi, Markiz, mangayli. Markiz qo'g'digandan keyin endi bexatar bo'ldi. Yo'q, bu ishdan sal gumonlanyapman. Meningcha bu Markiz sal g'alit ekan. Shundaqmi? U degan tarbiyalangan Markiz ekan, ham margan ekan. Yana uning ismi g'alit ekan. Qaysi oqsmoqlardan dedi? Tashrif baqay. Uning ismining ma'nosi zotib demidi? Qani qarab baqaychi. Ma'nosi zotib nimadi? Lo'p surib. To'g'ri. Dal shu ekan. Ma'nosi nimadi? Qarab baqaychi. Lo'p surib, ma'nosi bo'ri. Ma'nosi bo'ri. O'xshamaydigan yeri yo'q. Bo'ri, tamrim. Asli bo'ri ekanda.
Özümni desip alay, oduqib ketmey. Onunla taqabul turgan amalını tapmasam bo'lmagandek. Qizilbek, siz o'rmonlikdagi eng xatarlik narsa nima deb so'rayotgansiz? Eng xatarligi albatta bo'rida. Ne bo'ldi? Hech nima. Men burun mushu shamshirim bilan xeyli ko'p bo'rlarni o'ldirganman. Qani aytmoqchi Markis, u bir qandaqroq ekan? Onunga o'xshash. Nima? Hech nima. Bo'ladi, o'ylab boqay. Bo'rining shakli Kichik, intan kichik bo'ladi. Bo'ri intayin kichik bo'ladi. Ham inchga, ham uzun. U qisqa to'tqut orqali mangdi. Uning ikki quloqi bo'lib, orqaga qayrilib turadi. Ya'ni uning ham qisqa ham tom quyrug'i bor. Shundaqmi? Menimcha bu yo'l eng bexatar. Ko'pchilik, men bilan menglar. Yo'q, sen bilan paranglashadigan. Sen yana Markizning g'iltini qilmoqchi shundaqmi? O Markiz emas, bir bo'ri ekan. O go'shaydigan bo'ri ekan. G'alitishqo Markis, yo'lda sizni ko'rgan hayvonotlarning hammasi qochib ketyapti-ku. Shundaqmi? Ular meni ko'rib qo'rqyotgandi. To'g'ri, ular meni shamshirimni ko'rib qo'rqqan gap. Qarang, men degan dangliq ovchi. Ehtiyot qilinglar. Ko'rdingizmi? Ehtiyot qil, ular sezib qolmasin. Og'zimni shum, qanday qilishimni o'zim bilaman. Av yoq qarang. Bu yoqqa. Qolib ekansiz Markis. Men kichigimdilla shamshar mashq qilatdim. Qizilbek, birdam orom elib, ozroq bir narsa yevolamdi. Qizchoq. Bo'ladi. Bu sevatdagi narsalarni cho'ng onamga aytmagan edim. U bu yerdan ancha yiroq bo'lmagan o'rmonlik ichida o'ltirdi. U og'rib qolgan edi. Shunga tezroq bormasam bo'lmaydi. Moqchima, menimcha. Cho'ng onasi, u yerda yana cho'ng onasini saqlayotdi. Bilamsan, hozir noshliq va uningdagi tomoq bor bo'ldi. Yana omadimiz keldi. Mening gapimni anglang. Qizilbek, meni kechiring. Men sizga daxl qilmay, tezroq berib, cho'ng oningiz qarang. Qarang, bu yo'l ham qisqa, ham bexatar. Shunga bu yo'l bilan men, bu yo'ldan mangsangiz tez yetib bora olasiz. Biroq bu yo'ldan menib baxmagan. Bu yo'ldan mansam esib qolaman. Cho'qinmuş yo'l bilan menishingiz kerak. Bu yo'lda shundoq chiroyli gullarni uchirtsiz. Uni uzilib, cho'ng oningizga sovuq qilsangiz bo'ladi. Hamma ishining suyimligim. Siz ham botir, ham ko'ksixoningiz bekkankan. Rahmat sizga. Menga mush yo'ldan mangayli. Xo'sh. Xayr, xo'sh. Kim? Men cho'na, men Qizilbek. Oma qizim, tanıdım. Qani kira qizim. Sen kim? Nima qilmoqchisan? Nima qilmoqchisan? Ben sana dedim o, ben diyen Qizilbek. Sen bana keşke bağın. Kela. Quzumlar! Markız degan yo'l mushimidu. Biroq biz bir aylanib chiqdik. U bizni nima ish qildi uzun mang'uzudu? Men nereden bilay? O aqsoy qiyofasiga kirib olgan ekan. O degan ashu Markiz shu. Biz aldanibdik. Men sizlar degan u degan yolg'on Markizdan. Derhal cho'nganamning qishig'i borayli. Tez.
O'ylanib olay. Men endi qanday qilishim kerak? Men amal topdim. To'xta, siz kirmang. Bu xatarlik. Qizilbek qizim, bu senmi, ha? Shundoq Cho'g'ana, bu men. Kirgin bolam, eshik ochiq. Bo'lmaydi. Bo'ldi qil, uning ovozini anglagansan intayin bexatar. Cho'g'ana, sizni ko'rib xush bo'ldim. Men tek sizni bo'ri yeb ketgan o'xshaydi deb qopdiman. Nadiga bo'rikan, nimandaq bo'lmag'ir gaplarni qilsan bolam. Yaqinroq kel. Cho'g'ana, qaraganda xilli mijozingiz yo'q o'xshamamdi. Shundaqmi qizim? Yana burunqiga o'xshamay qopsiz. Qulog'ingiz uzrab ketibdi-ku. To'g'ri, bu sening ovozingni texmi aniq anglashga yaxshi emasmi bolam? Yana ko'zingizni yo'g'inab ketibdi. Bo'lma sening esil nazu ne'matlaringni texmi aniq ko'rishim uchun. Demakchi bo'g'inim, go'zalligimni deyman qizim. Cho'g'ana, qo'lingiz nemandoq cho'ng, ham nemandoq tuklikdi. Bu seni obdaroq tutish uchun. Demakchi bo'g'inim, obdaroq quchoqlab olay deyman qizim. Mening omaq qo'zam kela. Omaq qo'zam. Cho'g'ana, sizning o'zingiz nemandoq yo'g'on, bek qo'rqinchlikan. Bu seni obdaroq ish uchun. Küçük de batı ben. Yo, biz yordamga odam chaqasak bo'g'idik. Shunda qilsak bo'g'idik, biroq nerdan topaman? Bu bir o'rmonliqqa. To'g'ri. Undaqda o'rmonliq ovchi bo'ldigan. To'g'ri. Shunga biz ovchining diqqatini qo'zg'aydigan bir amal topsak bo'ladi. Undaqda qanday qilsak bo'lar? Men bilmayman. Nima qil desam shuni qilamsan yo. Bo'ladi, oldirma. Mening amalim bor. Sen bu hovlishingni bo'rining muhabbatizar qilish emas deb ayta olamsan. Balki bu atrofdagi biror bo'rining diqqatini tortib qilib, u seni izlab kelishi mumkin. Menga ishon buning cho'qim foydasi bo'ladi. Qiziqarli to'ylayotganda, Bizning tushuntirishimizni anglang. Asli mundaq, Cho'g'anining uyida bir bo'ri bor. U Cho'g'ani bilan qizilbekni yevatdi. Shunglashqa, mushundaq amal bilan sizni chaqirgan edik. Bu yoq bo'lsa yo'q. Yaxshimisiz? Men ko'l bo'laman. Doktor deb chaqirsangiz bo'ladi. Ishqilib biz sizning nima turdiganligingizni bilmagandan keyin mushunda qilmay amal bo'lmadi. Agar yordam qilmasak, bo'ri ularni tushundingizmi? Olmayman deb xomxiyol qilishma. Qizilbekning bo'kiga qaraganda deganinglar rosta qiladi. Bechora Qizilbek. Uni darhol topayli. Kechib qolmasak yaxshi bo'ladi. Obdanroq oqtirib avval bo'rini topayli. Hiç yok. Bir askar ekan. Qo'rqib o'lay dedim. To'qqa qara, o'cha qomshiyaga mumkin oldi. Darhol ochiq aytayli. U yana ishonmasa, u nima qilmoqqa ishonmaydi-qando? Nima ishonmaydi-qando? Tayyorlik bitdimi? Yo'q, biz ochiq aytayli. Yo'q. Biz seni deb oldik. Chiqar. Meni qo'yma. To'xta.
oq chiqamay turum. Nemishqa? Ağamca, bana bir tal ağamcı gerek. Nemi demekçisen? Bana işinin, ben degen bir doktor, benim amalim var. O bek parasetlik, bu onun artıqçılığı. Bayatım ben bir ağamçılık ögen idi. Aval onun putunu bağlap, andın onu asaylı. Ayak çık. Onun ağzını çoğurak açaylı. Asan emeske. Keçirgin, sana uval kılıdığım boldu. Endi qanda qilamiz? Bu qadam antas. Yo, agar bir xatolik ko'rilsa, yer muvakkili, osmon muvakkillariga xatolik ko'rilmagan. Sen nima qilmoqchi? So'ramayli qo'y. Qizilbek, ovozimni angladingizmi? Doktor, bu sizmi? Albatta men. Cho'ngana sizning yeningizdami? Albatta men bo'laman-da. Men yana nayimi bor alaydi. Ondan ağlanlar, çın olturunlar, biz hazır seni kutuldurup alınız. Tushundim. Tezroq. Rahmat sizlarga. Ko'p rahmat, cho'ng onamchi. Cho'ng ona. Rahmat sizlarga, mening qadrli batir do'stlarim. Esinglarda bo'lsin. Buningdan keyin o'rmonlikda hargiz yot kishilar gap qilmoqlajimi? Xotirjam bo'ling. Endi hargiz Undaqda bizchi. Bizmi yotadimi? Shundaqmi? Rahmat sizlarga kichik batirlarim. Men afgan to'tni ketib boqmayli ketib qopdi-ku. Belkim bizmi egiz tekizemezligimizmi? Endi biz mangmasak bo'lmaydi. Semsila, yeni ballar kötüge. Undaq qilsanglar bo'lmaydi. Undaq osonlik ketadigan ish yo'q. Tanrıca. Shuningdan keyin cho'ng ona bilan Qizilbek Qo'shalporam baxtli turmush kechirib